koridorga borib keling-chi. Qaysi yoqqa beryapti? Uni yoqqa borib keling. Uni yoqqa bergan yomon-da shuni. Uni o'rniga chapiga bergan yaxshi edi. Ha. Qaytaring, qiynamaylik. Hozirga qaytaring. Necha metr yura olasiz? 10 metr yuryapman. Avtoriskiy stenozam borda, nerv kanali qisilib qolgan. 10 metr, 20 metrniki o'tirib qolasiz, yura olmaysiz siz. O'tirasiz shunday. Umuman yura olmay qolasiz. Xonaga kiravering. Bugun birinchi kun olamiz. Do'y postli yana olib kiramiz. Yana bitib borib kelasizmi? Yaramaysizmi? Yaramaysizmi? Bo'ldi, keling. Mana shu kushetkaga yotaring-chi. Bugun birinchi ochishimiz. So'rashi borib turing endi aka. Yoting endi. Bugun birinchi kun mana shu. Zo'rg'a kelib oldi. Aytmoqchi 10 metr yurasiz ekan lekin. 10 metr yurasiz. Siz shunda ushlab turing, akani tortganmiz, telefon bilan qo'yib. Akamizga gapirdim. Yoting aka. Xo'p. 5-kunga olamiz sizni. Shuning uchun bugun birinchi kun olyapmiz. Bir ovozingizni eshitsin bu akalar. Yo'q, menga. Yo'q, rastindagi ovozini, ha? Aka kushetkaga men tomonga yonboshi bo'lib yoting. Mana bir tomonga. Qirg'oqqa keling, yaqinroq. Yaqin keling yana. Salfan qizdiryaptimi? Qizdiryapti. Yumshab oldi endi. Yaqinroq keling, yaqinroq, qirg'oqroq. Shu uzating buni, uzating. Buking buni. Buking. Naprijyon bo'lgan, holi qo'ymaysiz. Nari tomonga aka. Eshitdingizmi ovozni? Yomon. Bu tomonga bo'lyapti. Davolarni oldin-a? Yo'q, Yaqinroq keling. Buking buni. Pastkisini uzating. Yelkangizni orqaga tashlang, yelkangizni. Zo'r bo'ldi. Og'ir ko'tararmidingiz ilgarilari? Ha, ilgari. Oyog'ingizni uzating. Chet. Biz ko'targanmiz. Qo'lingizni menga bering. Razmik o'zingizga tortamiz, menga beramiz, tortamiz. Qimirlamay turing. Bo'ldi. Qo'lini qo'yib yuborsam turib ketadi-da. Ana shuncha ushlab turaman. Bitta polvonroq baquvvat kelib qoluvdi. Mahkam ushlab tursam qo'lini yulib oldi-da. Pastga tushib dumalayapsiz-a. Bo'ldi, o'tib ketadi. Bolg'a bilan bir urgandek bo'ldimi? Oho. Belingizga. Shular bilan urgandek bo'ldingiz. Joyiga tushdi-da endi. Hali siljigan umurtqalar joyiga keldi endi. Keyin og'riyotgan joyiga boradi, boshqa joyga bormaydi bu. Sekin endi o'rningizdan turib xonangizga kirib yota olasiz. Bugun birinchi kuni. Ha. Ertadan 2 mahalga o'taman. 5-kuni yana bitta olamiz. Endi o'tirib yoting. Ha, bo'ldi, xonangizga boravering aka. Men bugun erta rezultat so'ramaymiz. 3 kundan keyin so'raymiz rezultatni. Xonangizga borib olavering. Mana shu yerdan ham poxodga olaman. Yotaring aka. Ozgina yotib oling endi, hali asrga ham vaqt bor-ku. Beshinda o'qib. Bosib qo'ydim. Shushab tursiz bu. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Bugun 5-kun, kelganingizda olganmiz 1-kun. To'g'ri. Qabulxonamiz dedik. O'tiring, o'tmoqchimidingiz? Qabulxonada odam borligi uchun koridorda olyapmiz endi mana. Koridorda qoldi kunimiz. Bo'pti, to'g'ri. Qanaqa bo'lyapti ahvol? Yaxshi. Yurishingiz paxotkingizni olgan mana. Hozir 5-kun tortib olamiz. Yaqin keling. Yelkangiz orqaga buni yoqib o'tamiz. Jicha yaqin keling ozgina. Boshqa. Bosh. Zo'r. Nari tomonga. Yaqin keling.
Zo'r oldu. Zo'r oldu. Qo'l. Bo'shgan razmiki holqing. Bo'ldi 2000 qolmaydi. Bordimi belgi? Bordi aka. Uyga borib yotasiz. Shunchalik yaxshi bo'lib qoldim deb mahallaga chiqib kart o'ynab o'tirmang, uzoq o'tirib. O'tirmang, yurmang demoqchiman bu bilan. To'g'ri. Bir oy rejim yot berasiz. Bo'ldi aka. Bir oyda yana ham o'zgarish boshqacha bo'ladi. Bo'ldi. Demoqchimanki, etap-etap qilamiz. Bir oydan keyin bitta kelasiz. Bo'laveradi aka. Uningizdan turing, bitta yurganingizni ko'ramiz endi. Bismillahirrohmanirrohim. Kelavering. Ya. Qanchalik bo'lyapti? Yaxshi bo'lyapti. Effekt yaxshi. O, borib kelinchi koridorni boshiga. Birinchi kuni aka 5 metr yura olmasdingiz, a? Ha, 5 metr, 2 metr deng. 2 metr, a? 2 metr ham yurolmay qoldim. Yaxshi, qaytaring. Qo'yib bersa, u 1 kilometr ham chiqib ketaverasiz. Men hozir qo'ysa, tek qo'ysa 2 kilometr, 1 kilometr yuraman. Bemalol. Yaxshi. Yaxshi bo'lib qoldi mana. Yaxshi. Aka, hozir yana litsenziyani davom ettiramiz. Ne kelinchi? Rahmat sizga. Ha. Yaxshi, a? Yaxshi. Bo'ldi, yana boramiz joyimizga. Aha. Ha. Aynaqa. Effekt yaxshi berdi. Bir oydan keyin bitta kelamiz baribir. Bo'laveradi aka. Bitta o'tirib turaylikchi. Bo'ldi, yaxshi. Siz apkatga qilyapman, shuning uchun yurgizyapman hozir. Hop, sog' bo'ling aka. Rahmat.